Ijtimoiy tarmoqlarda ona va uning o'g'li qozon talashgan videosi keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ko'ring va o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu yerda kim haq yoki kim nohaq? Momani qozoni. Ya olyapman. Ne telefon shunda? Va qozonni bada, va. Boringlar, nega qarab o'tiribsizlar? Bor, oldi qozonni boringlar. Oladi hozir. Sizlar nega? Odamadinglar. Ayta, ol. Oila bizda, hududda bizda. Bor. Bos deyapti, bor. Rahmatulloh, bor. Qanday rahmat bo'lasizda? Bos. Mana olyapman. Bolasizda qo'yapsiz, o'zan bor. Oqar olsun, bor, hali bor. Pazarda bor. Oğlana köter. Köter. Ol. Köter. Sen kazanat diye ödemesin. Ha? Sen kazanat diye ödemesin. Köter. Köter bunu kötermiş. Bak göreyim ben. Kaçarı baktı. Çok toprağını. İçeri baktı. Bak içeri bak. Al kapkarını at bir yaka. Yak asker içeri bak. Doktor. Bakır kötene. Kötene köteriş. Zaten kiralmış havluga hiçbir tüp eksperimen işte anlatmam ben. Sana kelebek olsa. Köteriş. Tota. Para uladı. Köteriş.
soatdan beri men bilan bu o'tiribdi. Shunday bir yere atdi. Qo'llari yirtilib ketgan. Shabona, Ruxshona, Dilnoza deganlar mana kelini, nevaralari mana urib, mana yirtilib ketgan. Yotibdi. Sen de olib chiqib ketdingmi? Olaman desamdi. Chaqir Misan chaqir. Buyoqga tiyib o'tirma. Bola chaqirib o'tirma. Chaqir. Chaqir qani? Yo'q, umuman. Ana ol mayli. Mana tunikangni olgin, buyoqga o'tib o'tirma. Qani o'tganini ko'raman. Ko'raman olganingni. Qayerdan olib kelgan? O't. Tursunay. Men traktor so'rayapmanmi? Traktorni yo'q qo'yardi. Gap tashlash, gap shaxsi. Agar meni shu yerda bitta molim ketdi, misol yana bor. Sen bilasan Tursunay. Sen bilasan, hammasini sen qo'yib o'tiribsan. Ha, nima qildi? Men haqim yo'q bu yerda. Davay. Ba chaqir meni san chaqir. Chaqir, kelishini hammasini sen qo'yib o'tirsan Tursunay. Hammasini sen bilasan-ku misol gap. Bilaman. Ha, moshinda urding. Xotinim tili yig'ilgan. Sen yig'il. Senlar yig'ilmadilaring. Senlar yig'ilmadilaring. Kecha borib turib, cho'tdik, nimani cho'tdik, yo'qmay turib, alini oldiga borib, tilpan o'ynab o'tirib, bahana qilib. Chaqir. Qayat. Davay, chaqir, kimni chaqirsang chaqir. Kimni chaqirsang chaqir. Dakasatqi. Odam yo'llab jo'natib oldirdi. Och buni olaman. Bo'ldi, ko'raman, shu o'tganingni ko'raman, qaysing o'tganing. Mana ko'raman. Davay, mana ko'raman. Davay, ko'raman. Shu mana videoga tushirib qo'ydim. Sen ko'tarib keldingmi? Qayerdan ko'tarib kelding? Qarshidan kelgan yo'q. Bar telefon qil. Bar chaqiradiganingda. Bar chaqiradiganingda. Chaqiradiganingda. Kes. Yo'q, agar bo'ldi ko'raman. Bugundir, ertadir, misolga qani shuni kim olar ekan? Bu yerni yig'ishtirib oldingmi? Olaman. O'taman, qani bu yoqqa o'tganingni ko'raman. Bu yoq. Chaqir. Mana ko'raman. Qani sen qayerga yozib qo'yibdi ekan? Nofatga mama xoldiki, qayerga yozib qo'yibdi ekan, ko'ramiz. Qayerga yozib? Hech qayerga yozilgan yo'q. Aholimdan turadi, aholimdagi ana shu. Rushat ko'p turadi. Chaqir. Chaqir. Mana ko'rasan. Men ham ko'raman. Enasinski qamalsam 10 yil qamalarman, 5 yil qamalarman. Hech kimda ham vaqti yo'q. Misol gap moshinda urib, ko'tlaring, tiqtilaring, misol gap anasini eshigini olib ketib, boshqa qilib traktorga bir ena bolam sigirim ketdi, anasini Abduxoliqqa naqdana sanab berdim. Alana kelma bahana qilib tortib sigir soqqan o'tadik har tong kechga. Ishing olmasin. Ha, bu yoqqa odam jo'natinglar, bu yerda janjal bo'lyapti. Odam jo'natinglar. Men oldirtmayman. 4-uy kelganlar tovuq kelolmayapti. Kiyinganim yo'q, kiyinyapti. Mana hozir o'ldiraman deyapti. Qamalsam 10 yil qamalib ketaman deyapti. Qamalsam 10 yil qamalib ketaman deyapti. Ana qasamxo'rlik. Bundan oldin ham aytildi. Necha marta aytildi. Boshqa qilaman. Mashinani ustiga sovug'araman dedi. Keyinlar bu yoqqa. Vaqtdan o'g'lim bor edi, vaqtda o'ynayapti. Kecha o'g'limni qilib uyga nechta odam yollab, hammasini olib ketgan o'g'limni. Isbotli bo'lsa, nima qiladi?
Yo, sen hech kim, sen yo shaxsiy narsa qayerga yozib qo'yibdi? Qayerga yozib qo'yibdi? Yo, meniki ham shaxsiy narsa edi. Bitta yana bola sigirim bor, shaxsiy narsa edi. Gap qaysi? Nima qilgansan? Pulini 2 barobarlab olgansan. Pulini 2 barobar. Agar bu yoqqa, agar seni noningni yegan bo'lsam, nima desang deyaver. Mana hozir non tushsa sen ham qasam ich, bola chaqangni o'rtaga qo'yib, men ham qasam ichaman. Yag'i, olding. Bekaring aytibsan, olding. Men ham bu yoqqa bitta ho'kizim Matizga ketuvdi. Bittamiz ikkita ho'kizcham ketuvdi Matizga. Men ham olmadim deyaymi keyin? Ha? O'zing bilasan amasa. Ta pichoqni o'zlaringga uringlar, keyin birov ko'ringlar. Men qo'lim bilan berganman sankaga bitta molni. U mol qachondir olaman misol gap. Qachondir olaman uni. Kelishib yashamay nima qilyapmiz? Nega qara, to'xtaydi. Kelishib yashamay nima qilyapmiz? Sen uyingga olib bording, sanka uyga hammalar narsa uchun, pul uchun qildilaring. Hammalaring. Hammanglar. Nima u? Pulingni olasanmi? Boshiga bo'ldi, shu yerdan olib ketyapsanmi? Yo, shu yerdan olib ketyapsanmi? Bo'pti, mayli. Bo'ldi. Ha, qaranglar, men qiyomatda ham qilmayman, qaramayman. Qiyomatda ham qaramayman. Qiyomatda ham qaramayman. Bu yoqqa qara. Senga bitta gap gapiraman, buva mana shu yerda yaxshigina yuruvdi, misolga yeb, ichib, misolga u yoqdan kelganda oyoqdan tura olmay, yura olmay qoldi deb keluvdi. Birovni pichoqlagan qaysi, pichoq ko'tarib yugurib, misolga boshqa qilgani qaysi, misolga yana olib chiqib ketdilar-ku o'zlaring, Ha? Sen gapni eshit. Buva bilan momani boshidagi kun erta bo'lsa hammamiz Tushsin. Vaqti ketsa, Tushsin. qizlaringga beryapsan, qizlaring Tushsin. Men ham bizlarni Yig'ishtir. Puf deydigan joni bor, shunday chiqib ketadi. Ha, berdi. Bu yoqqa, mana shu uyga bitta cho'kisi sindimi? Ayt. Hammasini qildimmi? Hammalaringga qildik. Hammalaringga. Xizmatinggacha. Doktorga olib borsangiz, eshak chiqirdi, bularni doktorga olib boradi. Akajon, nima qildim deb gapiring. Sizni ham xotiningiz qizingizni yetaklab. Gapni eshit. Olib boradi. Gapni eshit. Ey. Sen gapni eshit. Yo'q, gapni eshit senga. Organiga bir hafta bo'lmagan akajon boshimga kebasiga falokat ortib berib-ku. Qaysi falokat? Ha, beraveramiz, nima qilibdi? Gapni eshit. Ha, sizlarga bergan bilan men mol beradiganim yo'q, pul beradiganim yo'q. Qizimniki hammasi yetadi. Mana shunday yetadi qizimniki. Qizimniki zakonni yetadi. Mayli, ko'raveramiz. Sizlarchalik bo'lganimiz yo'q. Ha, ko'ramiz, ishlaring bo'lmasin, ko'ramiz. Boshingga tushib. Mana tagida nima qo'yaman? Mana tagida qo'yadiganni olishimiz kerak. Xolbo'tayev Umid Po'latovичga nisbatan uyga kirish haqidagi da'vo arizasini ko'rib chiqib, da'vogar Xolbo'tayev Norpo'lat Nizoliy Toshkent viloyati Bo'ka tumani Qoraquduq MF Qoraquduq 1-ko'chasi 62-uyga kiritib qo'yilsin deyapti.
kiritib qo'yilsin deyapti. Bular uydan chiqarib yuborsin degan joyini bo'lganda men shu chiqarib, olib chiqib ko'chaga chiqsin, chiqarilsin deganda men ko'chaga chiqarib qo'yardim. Uyi bor edi. Xolajon, meni eshitasizmi? Uyiga bor. Oy, meni eshitasizmi? Uyiga borsin. Men bobo. Bir savol. Ha. 20 yildan beri hech yashab keldi. Ha, yashab. Men bobo, men bilmayman. 20 yilda oshdi. Bularga gapirma. Bularga Sizlar gapirma. davlat odamimi? Davlat odamiman men. Davlat ijrochiman. Nimaga aql Meni eshitasizmi? Olib qo'y bizlarni, olib qo'y. Uy kunni nomida. Bobo, Adiyor. Ko'ringlar gilamingda. Anovi bekin. Oylik. Shu kun olib ketdilaringmi? Adiyorlargacha. Ana chaqir Alisherni borib chaqir. Alishercha hokimiyatdagilardan chaqir. Yaxshi xolos bor. Enamniki. Otlar bor. Ko'rib kelsin. Shu bo'lsa ber, shumi? Shu bo'lsa ber. Qabristonnikimi? Bo'ldi shu bo'lsa. Adiyorlar olib ketdi shu kuni. Ha, adiyorlar olib ketgan. Bo'ldi shu bo'lsa. Rasmlar turibdi onda. Yo, onda adiyor yo'q. Onda adiyor yo'q. Kirib ko'ringlar. Kirib ko'ringlar. Telefoningizni berib yuboring. Rahmatulloh. Telefon rasmga olsin. Shuni ham turib tushadi. Gilam anolar pastga arava bilan pastga ketuvdi. Kabel. Anoda agaratni ichida, Makkani ichida Past. Ya undan keyin aravada ketdi, qolgan aravada ketuvdi. Ha, mayli. Dalillar bor. Dalillar aytgan odam otasini hozir qachchay. Xudo bor tepada. Sizlarga aytgan Xudo bor. dalillarni bizlarga ham aytib o'tiribdi. Xudo bilan, bular qolmaydi. Qara peshonasiga bersin. Ko'pachasi yengizgilarni. 23 yillik ro'zg'orim